5. qism. O qadamlarini asta yo'tkab biz tarafga qarab kelishga boshladi. Hammamiz vahimadan titrab, yuragimiz dupildab so'qishga boshladi. Qo'qqan avval mush ko'taradigandek, Shirali bilan ikkimiz o'rnimizdan dast turib, uning oldiga yugurdik. O bizga qo'lini bir shiltividi. Ikkimiz voyjon deganimizcha orqamizga uchib tushdik. Biz o'rnimizdan aram turdik. O ayol bizga qarab eg'iz ochdi. Bo'ldi. Mendin ensirab urishimiz deb avar bo'lmanglar. Men sizlar o'ylagandek yomon niyat bilan kelganim yo'q. Ham baribir men bilan urushsanglar mu tankilanmaysizlar. Yomon niyat bilan kamsan amsin nima sababdan kelding? Sizlarga yordam bergili keldim. Bizga yordam bergili? Nima sababdan bizga yordam qilasan? Mening o'zimni tanishtirishimga ruxsat qilsanglar. Ma'qul. Undaqda o'zingni tanishtirgin. Men bu Qariqum qabristonligidagi jin arvohlar shohining xonishi bo'laman. İsmimni o'zimni unutib qolgan. Meni hammasi xonish deb chaqirdi. Sizlar meni jin xonish deb chaqirsanglar bo'ladi. Biz bu qabristonlikka kelib, uzun o'tmay yo'ldishimning qo'l ostidagilar uning o'rniga ko'z qizartishga boshladi. Bizni boshqarib turish uchun biz bu yerga kelish oldida cho'ng shohimiz yo'ldishimga bir dona farmon dastiki bergan. Shu dastak yo'ldishimning shohliqining vakili edi. U maxfiy xazinada saqlanatdi. Uning o'rnini hatto menmi bilmaydim. Yo'ldishimning sang'unlardan biri bo'lgan so'l qo'l sang'un shohliq o'rniga o'ldirish uchun bir nechisi birlashib yo'ldishimni qaslab, oshpazni setib olib, tamqiga zahar selib o'ldiribdi. Ammo farmon dastiga qo'lda bo'lmaganligi uchun jinlarga buyrug'ini o'tkazamidi. U farmon dastigini qo'lga tushirish uchun meni qiynabmi baxti. Yaxshi gap qilib yalvoribmi baxti. Uning o'rnini menmi bilmaydigan bo'g'ashqa u maqsadiga yetolmadi. Men bilgan bo'lsam-mu, uningga deb bermaydim. Sizlarning kelganinglarni anglab, intayin xush bo'ldim. Mening so'l qo'l sang'unni yo'qitib, yo'ldishimning intiqomini olg'imba. Ham farmon dastigini qo'limga ilib, bu yerdagi hamma jin arvohlarni boshlab, asli makonimizga ketib xotirjam o'tgimba. Farmon dastigining o'rnini bilmasam-mu, xaritaning o'rnini bilaman. Xaritada farmon dastigining o'rni aniq ko'rsatilgan. Uningda tushundirilishicha, xaritaga qarasimu farmon dastigining o'rni yo'ldishimdan boshqa jinlarga ko'rinmaydi ekan. Sizlarning kelganinglar mening bu orzularimga yo'l ochdi. Men sizlarga xaritani beray. Sizlar farmon dastigini elib, menga bergan bo'lsanglar, agar menga ishonmasanglar, sizlar farmonni o'zinglar tushirib, barliq jinlarni makonimizga haydaversanglar bo'ladi. Sizlardan o'tinay, menga cho'qim yordam qilinglar. Sizlarga haddi hisobsiz boylik beraman. Biz bu yerga do'stimizning intiqomini olish uchun kelgan. Endi qisos olmay, sizning boyliklaringizga setilib ketsak, sizningchi qandoq bo'ladi jinxonish? Bizning do'stimizni mushiyadagi olvoslar o'ltirdi. Biz cho'qim qisos olamiz. Uni men bilaman. Ammo kimning qilganini bilmaydiganman. Sizlarga va'da beray. Farmon dastigini qo'lingizga olgandan keyin menga beringlar va yoki bermanglar. Men u do'stinglarning qotilini aniqlab, qaysi jin bo'lishidan qat'iy nazar intiqominglarni ep beraman. Bizning maqsadimizmi farmon dastiga tezroq erishib, As'adning intiqomini elish bo'lg'ashqa,
Bu biz uchun bak yaxshi ish bo'lgan edi. Bo'ladi. Ems shunda qilayli. Undaqda bizga xaritini bering. O ma'qul bo'lib, oldimizda yo'l boshlab mangdi. Biz uning kaynidan agishib mangdik. Bir soatga yaqin mangandan keyin qabristonlikning o'ttirsidagi bir qabrning oldiga kelib to'xtadik. O qo'lin shundoq bir shiltividi, yengil shamol chiqib, qabri ochildi. Jinxonish hammaning oldida qabriga kirib ketdi. Bizmi uning kaynidan ichiga kirdik. Qabr ichi barbara yurib, hamma narsa aniq ko'rinishga boshladi. Yılan chayonlar, iskelet arvohlar jinxonishga o'zligidan yo'l ochib, ikki tarafga o'tib turishdi. Bu qabra sirtdan kichkin ko'ringan bilan ichi ajoyib keng ekan. Qabr ichining hamma yerini qop-qora, yo'g'on o'mchuklarning to'rlari, odam beshining sumaklari, odam bilidak cho'nliqdagi zaharlik bo'g'im yilonlar qoplagan edi. Qarg'an har qanday odamni titirtatdi va surbostiradi. Jinxonish birdan mangandan keyin bir quduqning eg'izini ochdi. Ham ostiga qarab tushishga boshladi. Bizmi kaynidan agishib, quduqning ichiga tushdik. Necha minut mangmayla bir kengri yer osti dunyosiga kirib qoldik. Ammo kiribla ko'zlarimizga ishonmay qoldik. Bu yer rang-murang gullar va har xil mevalik daraxtlar bilan liq to'lgan bo'lib, cho'lliklarda tasvirlanadigan, katta bog'lardan qilishmaydigan bir ajoyib cho'ng bog' edi. Bu jinlar makonida buncha go'zal bir joyning borligini xiyolimizga keltirib baxmagan edik. Balkim hayron qoldinglar deyman. Bu bog'ni men ahyo qilgan. Men mushundaq go'zal joylarni yaxshi ko'raman. Shundaq, rostilibak hayron qoldik. Men sizlarni faqat qorong'ulikni, sat manzirlarni yaxshi ko'rdi deb o'ylaydim. Men ularga o'xshamayman. Go'zallikni bak yaxshi ko'raman. Hey, undaqda xarita mushiyadi bormi? Shundaq, mushiyadi bor. O shundaq debla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ham bir necha minutdan keyin bir kichik sanduqni ko'targuncha yenimizda paydo bo'ldi. Xarita mana mushu sanduqning ichida bor. O shundaq deb sanduqni menga sundi. Men sanduqni qo'limga elib, eg'izini ochib xaritini oldim. To'g'ri, dal mushu ekan. Bu xarita mushundaq bir qabrning ichidagi yer osti ekan. Agar xaritini qarsiq izlavagan bo'lsak, buni bir umr izlasakmi topolmaskanmiz. Men sizlarga faqat mushunchilikli yordam qila olmayman. Bundan keyin oldinglarga yana nurg'un mushkul xatarlar uchrashi mumkin. Lekin buningga yordam beradiganlar chiqadi. Amsa men xo'shlashay. Jinxoni shundaq deginicha shamol chiqarib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tuyuqsizlar biz o'zimizni Jinxonish dastlabda chiqib biz bilan ko'rishgan joyda ko'rdik. Bayqi go'zal bog'mi hech yerda ko'rinmaydi. Tush ko'rdimmikin desam, qabristonlikning xaritasi qo'limda turadi. Malla emas, boshqalarmi hayronlikdan danq etib turib qolgan edi. Shunda qilib xarit qo'liga tushdi. Amdiki nishon farmandasligini izlash edi. Biz farmandasligini izlamoqchi bo'lib, xaritini ochib tafsili ko'rishga boshladik. Hey, mana mush yerda farmandaslik bor ekan. Men xaritadan farmandaslik joylashgan o'rinni ko'rsatib shundoq dedim. Ammo buni qo'lga tushirish undaq osonda qilmaydi.
bu yerga berish uchun bir-biridan xatarlik to'rt o'tkaldan o'titganmiz. Ham farmondastiga qo'yilgan xazinaga kirgandan keyinmi eng qobil ham jangi moyir muhofizatchi jinlarni yengishimiz kerak ekan. Bu salchoqlaydigan ish emas ekan. Sizlarning biror o'ylig'inglar bormi? Men so'zimni tugitib, ularga qardim. Endi qanday qilamiz? Xaritini qo'limizga olgan bilan bu farmondastigini qo'lga tushirmak undaq oson emas ekan. Biz nima qilishimizni bilmay o'ylanib turganda, tuyuqsiz bir qor quyun ko'tarilib, bizni orisiga elib uchiryapti. Men xaritini ching tutib, qo'ynimga soldim. Ko'zni yumib ochquchi bo'lgan orliqda o'zimni nurg'un iskilitlarning orasida ko'rdim. Shirali, Zuhra, Oliyalarning birasimi yenimda yo'q edi. Bu zodi nemish bo'g'ini? Ularga nim bo'lgandi? Bu chaqda tong suzilishga oz qolgan edi. Men atrofdan ularni izlashga boshladim. Shirali! Zuhra! Oliya! Ularni bar ovozimni qo'yib etib tovlashga boshladim. Shirali! Zuhra! Oliya! Sizlar nerede? Ularni tovlab, izlab, her tarafga yugurdim. Ular zodi nega ketgandi? Oliya! Zuhra! Shirali! Ularni shu tariqada to'xtamay izlab, tongmi suzilib ketdi. Acaba biz mushu ayrilib ketgancha endi qayta uchrashamay qolamizmi? Ularni rastlı jin alvaslar tutib ketganmidi? Men mushularni xiyol qilib, ko'nglim yerim bo'lishga boshladi. Yani etgandan kashkicha qabristonlikning ham yerlariga dugdak berib, ularni izladim. To'g'ladim. Ammo ularni faqat topolmadim. Kashga yaqin chiqib ketishni o'ylashdim. Ammo yana o'z-o'zimga so'zlashga boshladim. Biz bu yerga As'adning intiqomini olg'il kelgan. Amdilikda intiqomni olmaganni ozdab, ularni yo'qotib qo'yib chiqib ketsam, As'adga yana ularga qandoq yuz kelalayman? To'xta. Mayli nemish bo'lsin, ularni cho'qim topaman. Ularni tepib, As'adning intiqomini cho'qim olaman. Intiqom olmay turib, bu yerdan hargiz chiqib ketmayman. Kashkirib, sirliq ovozlar yana anglanishga boshladi. Bugun boshqa kunlarda chiqqan ovozlardan boshqa yana jin alvaslarning kulishgan ovozlarim qo'shilib chiqishga boshladi. Bu ovozlarmi uzilmay chiqyotdi. Necha kundan buyon ular bilan birga bo'lg'ashqa, bu ovozlarim kunib ketibdikanman. Bu ovozlar odatga ishtakli hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin bugun qo'rqib titrab ketayotdim. Xuddi jinim tinimda emasdek. Tinim o'zimning emasdakli bo'lib qolgan edi. Elila bir yerdan tuyuqsiz bir olvosni chiqib, meni bo'g'ibla ep kirib ketadigandak, qo'rqinishda g'al-g'al titrab orantirayotdim. Yenimdan bir qarsoya shippida o'tib ketdi. Uningga qardim. O Shirali edi. Acaba o meni ko'may qolganmidi? Men o'rnimdan tezlikda turib, uni tovladim. Shirali! To'xta adash! Men bu yerda! Mana bu yoqqa qara! Ammo o gapimni anglamagandek, orqasiga qarabmi qo'ymay ketaverdi.
anlamay qapti de. Onu yana qattiq tovladim. Shirali! To'xta adash! Men bu yerda to'xta! O yanil parvosiz ketiverdi. Onun kaynidan yugurdim. O texmi tizminib ketyapti. Shirali to'xta! Shirali! Onu shuncha qo'g'labmi, onunga faqat yetishamadim. O yugurmay menyapti. Ammo men bor kuchim bilan yugurib qo'g'layotgan bo'lsam-mu, aramizda 50-60 metr orliq bor edi. Shirali to'xta! O bir qabrning kayniga o'tib, men qaytib keldim dedi. Qarg'an Zuhra bilan Oliyamu mushadi bakanda. Men mushlarni o'ylab xushal bo'lib, kaynidan yugurib tizilib bordim. Lekin qabrning yenir kelib, hayronlikdan turibli qoldim. Baya Shiralining mushaga kelganligini aniq ko'rgan edim. Ammo hozir bu yerda hech kim ko'rinmaydi. Oltinchi qism. Tuyuqsiz ko'zim og'zi ochib turgan bir qabrga tushdi. Acaba Shirali mushaga kirib ketganmidi? To'g'ri. Cho'qim mushaga kirib ketdi. Bo'lmasa u nega ketdi? Men mushularni xiyol qilib qabriga kirdim. Bu qabr nihoyat kangri edi. Qabrning ichi qop-qorong'u bo'lib, hech nimani farq qilib bo'lmaydi. Yiroqdan o'tgulxoni ko'rindi. Men shu tarafga qarab mangdim. Bu yerda gulxon oldida Shirali o't qalab o'ltiradi. Men asta uning qishig'i bordim. Hey, adash, nimandaq bu yerga kirib oldim? Zuhra bilan Oliya qani? O gapni qilmay, men qarabmi qo'ymay, jimmida o'ltiradi. Hey, sen zodi nim bo'ldi? Mening gapimni anglayapsanmi? O yana hech bo'lmagandek parvosiz o'ltiradi. Tuyuqsiz Shiralining ko'zi cho'g'da qizirib, menga tikildi. Onun bu ko'ziga qarab, putqulimda jon qolmay, lag'ildab titrashga boshladim. O qo'ynidan bir xaltini ilib, xaltining ichidan odamning yuragi va bir jup qo'lini chiqarib, gulxondagi cho'qqa tashladi. Ondan menga qarab gap qildi. Ömer, seni kavobda mehmon qilay adash. Bak o'xshaydi. Ha? O qaqoqlab kulib shundoq degenicha asta o'rnidan turdi. Kaynik burilib, yana bir torchuqqa kirib ketdi. Men qo'rqinimdan xuddi o'liklarga o'xshab qolgan edim. Shirali yandagi uydan tug'ilg'iniga 2 oycha bo'lgan bir bovoqni ep chiqdi. Bovoq to'xtamay chirqirab yig'layotdi. Qara, bovoqning dishi pek ta'mli. Yeyishlik bo'ladi. Onun sözünü anlab, yürgüm egzim g'iltiqilib qoldi. O gapin tugitibla, hech ikkilanmasdan, yenidan bir pichoqni ilib bovoqning bo'yniga tangladi. Dal mushu chaqda men o'zimni butunlay yo'qotib qo'ygan edim. Shundaqdimi nadin kelgan g'ayratgin, Shiralining qo'lidagi pichoqni bir tepib tushirib etdim. O man g'azab bilan tikildi. Onun ko'zlariga qon to'lgan edi. Men qo'rqinimda nima qilarimni bilmay qoldim. Seni bundaq turg'izib qo'ysam, men hech ish qilolmayman.
Sen birden turib tur, ha? O shundoq deb qo'lidagi bovoqni yerga qo'yib, manga etildi. Shirali, sarang bo'ldingmi? O kilipla meni tutib oldi. Men har qancha qarshilik ko'rsatsam-mu, onunga tankilanmadim. O meni arg'amchi nechqat bog'lagandan keyin bir tövrik ching chirmab bog'lab qo'ydi. Gerçi qarshilik ko'rsatsam-mu, onunga hech qanday kar qilmadi. O meni bog'lab qo'ygandan keyin yelqa bovoqqa pichoq surdi. Bovoq qattiq chirqirab jon uzdi. Men qo'rqib ro'yi chiqib ketgan odamdek bo'lib qoldim. O bovoqni bo'g'izlab bo'lib, xuddi qo'y kalining ichini olgandek, bovoqning qursig'ini yerib yurkin sug'adi. Men endi qarab turishga bardoshlik beramagan edim. O'zimni yo'qotib, hoshimdan ketdim. Bir chaqda oltog'il tovlashgan ovozlardan cho'chib, hoshimga keldim. Yuz ko'zlarining go'sh sesib ketgan, butun badanidan sesqiproq tarqiladigan, ko'zlaridan o't yenib turgan bir olvosdi meni bog'liqlik holati yudib ketyotdi. Atrofda har xil olvoslar uyoq bu yoqqa minib yuradi. Tuyuqsiz kanarga esiqliq turgan bir odamning yerim badaniga ko'zim tushdi. Onun yanida yana odam beshi, qo'l putlari, yurak jigar, o'pka, uchaylari kanarga iliqliq va ustal ustiga quyuqliq turadi. Onun yanida odam go'shtlari qator esiqliq turadi. Bu manzarni ko'rib tanlarim shurkinib, put-qo'limda jon qolmadi. Xuddi yurkim so'g'irlib chiqib ketadigandek bo'lib qoldim. Odam go'shtlarining yanida chiroylarida qandidor yo'q. Ko'zlaridan o't yenib turgan, butun badani qon yiring bilan to'lgan bir muncha olvoslar, yugan paltolarda odam go'shtlarini parchilg'ash, surlik ovozda xaridor chaqiryotdi. Kilinglar, mehmonlar, kilinglar. Odam go'sht sho'rpsi, odam go'sht kalpi bor. Issiq diyanglar. Börek, jigarlarning kaboblarimi bor? O'pli hesiblarimi bor? Kilinglar. Ular bir-biri bilan baslashib, to'xtamay xaridor chaqiryotdi. Meni yutib olgan olvosdi, udul bir go'rsatayotgan qassob olvosning yeniq keldi. Mana birni ekeldim. Bunga necha bersan? 50 tanga ber. Nemanda oz baho qo'ysa, 100 tanga bo'lsin. Ondoq desam, pek yuqur bo'lib ketdi. Bu o'roqqa ko'p go'sht chiqmaydi ekan. Ko'p chiqmagani bilan go'sht tatli. Qara, yegancha yegin keladi. Ularning gaplarini anglab, qo'rqinimdan hoshimdan ketdim. Yuzimga chechilgan so'g'oq suvdan cho'chib, hoshimga kelib ko'zimni ochdim. Tong etib quyosh parlab chiqqan edi. Yanimda Jinxonish va mening birodarlarim turardi. Adash, oxiri hoshimga keldim. Shiralining bu so'zini anglab, qo'rqib huduqib ketdim. Sen ko'zimda yo'qol. Bu odamxo'r olvosdi. Men yaqin kelma. Sen bir bovoqni yeb, meni olvoslar setib etibsan. Sendan setib olgan olvosdi meni qassob olvoslar setib etmoqchi bo'ldi. Sen odam emas. Necha vaqtdan so'ng ishinib yuribdimi? Nere yo'qol? Adash, nimalar deydigansan? Seni qorbis qopdi. Bu ish mundaq ish, men tushuntirib qo'yay. Ömercan sizlarni topolmay yurganda odam xo'rjindan biri Shiralining siyoqiga kirib, uni ezib turib aldab tutib elib, odam xo'rjinlarning bozoriga sotqini olib ketgan. Men bilib, darhol berib, ularning qo'lidan setib elib, sizlarning yininglarga akagandim. Biz hammamiz odam xo'r emas.
Muşundaq odamxo'r jinlarmi bor? Ularmi mening buyrug'imni anglaydi. Shunga xonish oladiganda boshqalarni talashmadi. Jinxonishning bu so'zlarini anglagan bo'lsam-mo, ammo Shiraliga qarasamla, qo'rqib yurgim qattiq sep ketyotdi. Gerçi u bo'lmasmi, uning siyoqidagi olvastining qig'onlari ko'z oldimga kelib olib, qo'rqib ketyotdim. Shiralimi buni sezdi bo'g'ay, eg'iz ochdi. Men sal yiroqroq ketib turay. Kayfiyating sal yaxshilangandek kelay-a? O shundoq deb cho'ng-cho'ng qadam tashlab ketib qoldi. Bu ishlarni jiq o'ylayapman. Shiralidan qo'rqibmi yurmang. U sizlarning yaxshi do'stinglar. Bu yerda turg'unimni boshqa jin arvohlar ko'rsa yaxshi bo'lmaydi. Undaqda men qaytay. Xo'sh. Jinxoni shundoq debla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Hey, qor quyun chiqqanda sizlarmi bo'linib boshqa joylarga tushdinglarmi? Yo'q, biz uchimiz bir yerga tushib ekanmiz. Sizni shuncha izlabmi topolmadik. Butun bir kun izladik. Agar jinxonish bo'lmagan bo'lsa, sizdan ayrilib qolarkanmiz. Kech kirib, atrof qorong'ulashdi. Sirliq ovozlar yana anglanishga boshladi. Xarid qo'limizda bo'lgandan keyin fursatni ching tutib, farmon dastigini izlayli. Bo'ladi. Yuringlarmisa. Shundoq qilib biz xaridida ko'rsatilgani bo'yicha yurib ketdik. Menib uzoq o'tmayla oldimizdan ot to'yg'ining ovozi anglandi. Ovoz barbara bizga yaqinlab kelyotdi. Bu qabristonlikda ot minib yurgan odam bormidi? Ha? Nimish bo'lib ketgani bu? Tuyuqsiz qabristonlikqa dastlabda Asad bilan kelganda ko'rgan cho'sh xiyolimga keldi. Hey, bu ashu bo'yni yo'q eshak mingan taqirba shu bo'g'imidi. Men o'zimga shundoq pichirladim. Atlarning to'xtishi xiyolimni buzdi. 4 otliq chavandoz qo'llariga nayz qalqon tutib, qadimki jang kiyimlarini kiyib oldimizda turardi. Ularga tafsili qardim. Ularning hammasining tillari sangilab, og'izdan qon temib turgan. Qo'zuqdek ushliq tishlari eg'izdan ko'rinib turgan. Go'shtlar chirib ketgan. Ko'zlaridan o't chaqnab turgan bo'lib, qargan kishini vahimaga salatdi. Otlarning egizligi 2 metrdan ortiq bo'lib, bundaq egiz ot ustida ular xuddi gigant odamdek ko'rinadi. Ularning orasidagi biri oldiga chiqdi. Asli makonimizga qadam bosgan odam zoti bir kunmi hayot turolmaydi. Sizlar necha kundan beri mush yerda bizning necha ojiz birodarlarimizni o'ltirib, bizga qon qarziga bo'g'ilib, yana oldimizda hayot yuribsizlar. Bu degan bizning makonimiz. Sizlarning haqqinglar yo'q. O olvasti shundoq degenicha nayzisini bizga tanglab shiltidi. Dal shu chog'da qayerdan keldikin? Elqi dastlabda bizni qutqizib olgan qo'shpaltiliq olvasti paydo bo'lib, paltis bilan urib, uning nayzisini uchiribdi. Sen zodi nereden kelgan olvasti? Nemishqa bizning ishimizga orlishsan? Otliq olvasti qo'shpaltiliq olvastiga shundoq deb varqirdi. Biz uning yana eng xatarlik chog'da paydo bo'lganligidan xushal bo'ldik. Ham bakla hayron qoldik. Senin onun bilan koring bo'lmasin. Men sening jiningni og'ili keldim. O shundoq debli qo'lini bir shiltibdi. Orqasidan 4 otliq olvasti chiqib, bizni to'sib turayotgan otliq olvastlar tarafga chepib ketdi. İki tarafdan kelgan otliq olvastlar qattiq elishishga boshladi. Har ikki tarafning jang qilish mahorati va qilish nayzi o'yinchishi nihoyat qaltis edi. Biz bu ko'rinishlarni ko'rib, xuddi 3D kino ko'rayotgandek tuyg'uga kelib qoldik. Birdamdan keyin qo'shpaltiliq olvasti o'ttirib sakrab tushib,
paltisini har bir shiltishida birdan raqibining kallasini elib birdamdil ularni yo'qitib bo'ldi. Ondan o'z odamlariga qarab eg'iz ochdi. Sizlar qaytqashtiringlar. O shundoq deb bizning qishimizga keldi. Sizlarning oldinglardagi yo'l texmi xatarlik ham mushkul. Shunga ko'proq jabha tatib qolasizlar. Buni ilib bilinglar. O shundoq deb bizga bir dona to'qmoq, 2 qilich ham bir o'qyonni tangladi. Bu odatdagi narsalar emas. Bu odamlarga kar qilmaydi. Lekin har qanday jin arvohlarni ular bilan birini qo'ysanglar yoki o'q yoda ossanglar shu hamon o'ladi. Ammo shu esinglarda bo'lsin. To'qmoq ozroqli sunsa, qilich egilib ketsa, xislatini yo'qotadi. O gapini tugitib, kayniga burildi. Hey, to'xtab turing. Siz zodi kim bo'lsiz? Nimishqa bizga yordam qilasiz? Buni so'rmasanglarmi bo'ladi? Bu muhim emas. Keyin bilib qolasizlar. O shundoq deb so'zini tugitib, bir sakrabla havoga ko'tarilib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Biz u bagan qurol jabduqlarni elib, yo'limizni davom qildik. Men mang'ash xaritini qo'limga oldim. Aliya mash'alni yiqib yo'ritdi. Xaritik tafsili qarg'andan keyin eg'iz ochdim. Bayan bizning yo'limizni to'sgan 4 otliq chavandoz bo'lsa, farmon dastigini tepishimizda uchraydigan 4 xatarning birinchisikan. Demak, bu o'tkaldan qo'shpaltiliq olvastining yordamida muvaffaqiyatli o'tib ketdik. Bizning navbatdagi menish nishonimiz shimol tarafda ekan. Qani, yuraylik.